Tilsimlar Dunyasida Nur Quchqan Alim, Rishat Abbas. Edibiy Axbarat. Aptori, Qeyser Mijit. 10. Kishilarimiz olimlik bilan odamiylikning o'ttirsidagi munosabat haqida munozir qilishib kelgili xeyli bir zamonlar bo'ldi. Ba'zilar olim bo'lishdan avval odam bo'lish zarur deyishsa, yana ba'zilar olim bo'lganlik, odam bo'lganlik deyishadi. Men olimlik haqidagi tushuntirishimni mazkur axborotning bosh qismida bayon qilib o'tdim. Men endi odamiylik haqida ozroq to'xtalib o'taman. Tilimizdagi odamiylik uqumi ijobiy so'z bo'lib, uning ifodalaydigini bir insondagi qimmat, ya'ni axloq fazilat, mardlik, oqko'ngillik, mehmondo'stlik va o'z xalqiga bo'lgan aqida, muhabbatning urg'ib turishi, razillik ham pastkashlikdan, nomardlik va xasislikdan yirginishdek sifatlarni ko'rsatish kerak. Shundoq bo'lganlikdan xalqimiz odamiylikni ulug'laydi. Albatta, bir odamning vujudiga olimlik bilan odamiylikning mujassam bo'lishi eng ko'ngildagidek ish. Mashhurlarimizdan marhum Mehmet Ali Efendi, Aptori o'tkirlar mana mushundoq kishilardan bo'lgan ekan. Davr bilan davr mazmun va xarakter jihatdan o'xshamaydi. Ammo jamiyatda kishilar bilan kishilar o'ttirsida va shaxsning o'zining kundalik turmushida amal qilishga tegishlik insoniy axloq fazilat, prinsiplar, qoida usullar, urf-odatlar va munavvar cho'nglarimizdan davom qilib kelayotgan xislatlar davomlashishi kerak. Mushu ma'nodan aytganda, har bir davrda munavvar peshqadamlarimiz yondirgan odamiylik mash'ilini o'ziga xos holda ko'tarib yashayotgan kishilarimiz bor. Jumladan Rishat Abbas dal ana shundoq o'z davrdoshlariga nisbatan olimlik bilan odamiylikni o'ziga mujassam etgan isil o'g'lonlarimizning biridir. Men bu axborotda asosligi uning olim bo'lib yetilib chiqish jarayonini bayon qilib o'tdim. Ammo uning odamiylik xislatlari haqida to'xtalmadim. Bu haqda to'xtalmasam, o'zini erkakman deb mag'rur yurgan erning kusi bo'lib qolganidek ish bo'lmasin. Xalqni fan madaniyat va ma'rif orqali taraqqiy qildirishni haqiqiy ma'nosi bilan tushunadigan Rishat, o'zidan o'qish uchun yordam talab qilgan har qanday bir Uyg'ur farzandiga imkoniyatining yetishicha amaliy yordam qildi. Yoshlarga sodiq va samimiy bo'ldi. Amerikaga yangi o'qishga yetib kelganlar qiyinchilikqa uchraganda ulardan o'zining yordamini ayamadi. Cho'ng'i cho'ng, kichik bo'ldi. Qalbida xalqiga bo'lgan muhabbat va hissiyoti cheksiz bo'ldi. Uning bu xil fazilatini ko'rib yetgan va uni tushungan kishilar uningga tegishlik hurmat bildirishidu, albatta. Shuni qistirib o'tish muvofiqki, bizda ba'zilar olimlik shartiga to'shay degani bilan o'zining yaratgan natijasining yo'q bo'lganligidan emas, balki o'z ijodiyati va halol mehnati orqali yuksalgan va shon-sharaf quchqan boshqa qarindoshlarga hasad qilish va kichik ko'zlik bilan fitna qilish tufayli
adamiylikning sınıqıdan ötəlməydi. İnsaniyet cəmiyyəti vaqtning ötüşü bilan özgürüb bardı. Bəzi cəhətdə o özgürüşni tərəqqiyat deb atsaqmı? Bəzi cəhətdə onu şəxsən mən tərəqqiyat deb atamayman. Məsələn, biz yaşayotgan cəmiyyət iğir əxlaq krizisiga duch kelməkdə. Adamlarning turmushida amal qiladigan prinsipning yo'qolishi, manfaatparastlik va rohatparastlik, hedonizmning kuchayishi, fitna fasod ham hasadxo'rlikning yamrishi, vafoga jafo qilish, oshni ichib bo'lib chinini chiqivitishdek alla kimlardandir yuqqan vabo qarindoshlar aro ishonchni suslashtirib qolmay, o'zaro adovatni paydo qilib, yaxshi va samimiy ko'ngil bo'lgan odamlarning qalbini azoblamoqda. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, agar sen yaxshilarni ko'rolmaydigan, boshqalarning natijasiga hasad qiladigan va yoki tul xotindek yipchi yoki bo'lmasa yipchi xotindek pitnichi birisi bo'lsang, yana biror Uyg'ur farzandi fan texnik sohasida shon sharaf quchib, hatto yotlarmi uning to'hpisini muayyanlashtirgan vaqtda u qanchalik ishdi, bu qanchalik nima edi deb yaxshilarni va ishlarda utuq qozonganlarni kam sundirishga urinadigan birisi bo'lsang, o'z farzandlarining yuksalishini orzu qiladigan oq ko'ngil, taraqqiyparvar xalqning sana aytadigan birli so'z bor. Yoki senmi tirishib shundoq bo'l, natija yarat, yoki bo'lmasa og'zingga tosh, eshingga mosh selib o'ltir. Chunki boshqa toifadan bo'lgan kishilar munavvar o'g'lonlarimizga hasad qilsa, bu bir g'azablanadigan ish. Ammo o'zimizning ichidan birsi shundoq desa, bu bir ichinarli ish. Oxirda kishilik turmushning mundaq bir oddiy prinsipini yakunlash orqali bu axborotni mushu yerda tamom etaman. Shon sharaf, halol emgak, ajr mehnat va jamiyatga qo'shgan to'hpidan keladi. Patamning quchqan shuhrati tufaylidan Zuhram erishmoqchi bo'lgan shavkat aziyib ketmaydi. To'hpini cho'ng qo'shgan siri shon sharaf shuncha yuksak bo'ladi. Hasanning qilgan hasadi tufayli Yusanning vosuli aziyib qolmaydi-yu, ammo har ikkisining ko'ngli xush bo'lmaydi. Xotima. Hurmatli o'qirman. Rishat Abbasning Quchqan zafarlaridan ta'sirlanganim uchun uning ish izlarini xalqimizga tonishtirish burchim bor deb bilib, vaqt jihatda qisinchiligim bo'lsa-mu, buni yozib chiqdim. Chunki uning yaratgan har bir ishining elib kelgan marginal unumini texmi yaxshi analiz qilish, texmi badiiy va ilmiy til bilan ifodalash, muhimi uni yoshlarimizga ulgu sifatida tashviq qilishning ahamiyati zo'r. Lekin pichoqni bilab turmasa, gallashib qoladi. Qalamni ishlatib turmasa, datlashib qoladi degandek, Edibiy axbaratchilikni to'xtatib qo'yg'ili 10 yil bo'lish sababi bilan qalbimning gallashib qolganligini his qildim. Shu sabablar tufaylidan asarning qahramoni, olim Rishat Abbas haqida aldirab yezilgan bu yozmamni o'ylaganimdek yaxshi yezib chiqolmadim. Ammo Rishat Abbasning yaqin kelajakda texmi ko'p natijalarni qo'lga keltira oladiganligiga tilakdosh bo'lg'unim
ham ishonadiganim uchun u haqda tafsili va sifatlik bir yezilmaning qobil ham talantli yozuvchilarimiz tarafidan ro'yobga chiqadiganligiga ishonaman. Chunki umidvor kishilar uchun ata hamon bugundan go'zal va parlaqdir.